Yesilmagan hikoya er kishining suri. Abduri Gulmira Shamshiddin Niyozi. Ovozda Rayhon Gulyor Muhammad. Bolalikdan parcha. Ela, kocha. Ela, kocha. Ela, kocha. Ela. Voy, men Ela ekanman. Sen qilib baqa. Ela, kocha. Ela, kocha. Ela, kocha. Ela, kocha. Voy, sen kocha chiqding. Bu biz yoqtirib o'ynaydigan o'yinlarning biri edi. Albatta, buya ismli bir doğruluq o'simlikning yo'pirmoqini shundoq uzib o'ynaydik. Men bilan davomli bu o'yinni o'ynaydigani mening eng yaqin do'stim. Uning uyi bizning uyning oldidagi cho'ng yo'lning qarshi tarafidagi ko'chada edi. U davomli biznikiga kirib o'ynaydi. Meni uyiga har qancha chaqirsam, kirishdan qo'rqatdim. Nimadan demsiz? Uning dadasidan qo'rqaman. Chunki dadasi kichik bolalar bilan xo'shi yo'qdek qopqini qat'iy oshmaydigan bir odam. Bo'yimi egiz, bastlik. Ondan qo'chalni qarshi talpikini ko'ziga tushirib kiyib, texmi surlik bo'lib ketdi. Davomli shu do'stimning dadasidan qo'rqqashqimi, ish qilib tushlarimda meni ap qochadigan yoki meni urman deb qo'g'laydigan obrazlar dal shu dadashning siyoqida ko'rinadi. Hey, dadang seni uramda? Deb so'rdim do'stimdan bir qaytim. U hayron qilib mendan yondirib so'radi. Nima? Sening dadang uramda? Yo'q, dadam bek yaxshi. Bizga hatto vaqirabmi sanmaydi. Dedim men dadamni maqtab. Lekin deganlarim rost edi. Mening dadammi shu? Inimni davomli patonga mindirib olib o'yintidi. Ularning deyishicha, mening kichik vaqtimda shunday o'yintibdi ekan. Hozir men cho'ng bo'lib qolg'ashqa undaq o'ynatmaydi shu. Hay rostdan degina, seni rost ulmamda. Rost shu nimish qurdi? O shu. Sen yaxshi bola bo'lsang, o'ginishdimi a'lochi. Dedim o'z-o'zimga pichirlagandek tuvan ovozda. Men yana gumonlanatdim. Uning dadasi qopqi yomon eski odam. Kichik bolalarni cho'qim urdi deb o'ylaydim. Aniq esimda. Bir chaqda qo'shni nahiyada bir o'lim bo'lib qolganmi ish qilib, opamlar meni yolg'iz tashlab qo'yishdan ansirab, shu do'stimning uyida 2 oqshom qo'nib turishimni aytib akirib qo'ygan edi. Opamlar darvozadan xo'shlashib chiqquncha, men yugurgan peti chiqib, opamning putiga eslab olgan. Ham yig'lab turib shundoq degan edim. Oblet odam meni urdi. Bu yer qo'nmayman, opam meni olib ketdi. Bo'lmasa u meni hamma yerimga urdi. U eski odam. Men undan qo'rqaman, opa. Bu gaplarni deganda qanchalik titrab ketganligimni hozirmi aniq eslayolmayman. Do'stimning ota-onasi opamlarni uzitib chiqqan bo'lg'ashqa, mening gaplarimni aniq anglagan edi. Ular hayron qolgan bo'lg'aydi, ha? Do'stimning dadasi shu hamon kulib yanimga kelib, yanchiqdan do'stim ikkimiz amroq kampitni chiqarib menga tanglagan edi. Men ta'tir qarab elib, opamning ma'putidan oputiga olmishib, ching choplashib olgan edim. Opam xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'lib ketganmi aytavur, meni yitilab ketib etib, qo'limni zarda bilan necha qitim silkivatgani elimi yodimda. Menmu bara-bara cho'ng bo'ldim. Opamning topitanlarimi ta'sir qildimikin, ish qilib do'stimning uyiga pat-pat kirdigan bo'ldim. Shu kunlarda ondan his qildim. Asli u dadashning shundoq suri bor ekan. Uyida u bir podshoh, do'stimning opasi bo'lsa xonish. Do'stim Malika, inisi Shahzoda ekan. Er kishining suri. Yaqindan buyon yangi bir do'st tutib oldim. Opamdan 2 yosh cho'ng bir ayol. Ismi Rayhon. Ko'pchilik uni Rayhon oppoy deb atashar ekan.
men Appay deganni qisqartib Rayhon appa deydigan bo'lib oldim. Biz tunji ko'rishgan kuni u bir tashtak gul setib olg'ili keptikan. U gul hozir shaharlashib ketgan uylarda asosan uchirmaydigan, burun cho'ngla bek yoqtiradigan bir xil gul edi. Shunga hech yerdan topolmay menda bormidi deb kepti. Taliga yarasha menda bor edi. Gulni ko'rib u bekli xo'sh bo'lib ketdi. Shu kuni gul to'g'riliq, guldan o'tib yoshlik davridagi ishlar to'g'riliq. O'qishi ham xizmati to'g'riliq. Ondan hozirgi turmushi to'g'riliq ish qilib nurg'un hikoyalarni qisqartib bir paranglashgan bo'ldik. Ikkinchi qatim ko'rishganimizda u mendan o'qigan kasbim, turmush ishim haqida so'radi. Ondan "Hey, yana bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa, sizni kelin qilib olatdimmi?" deb qattiq afsuslanganligini bildirdi. Shunda qilib qiynalgan bo'g'isi bor, lekin bo'lolmagan bu ayol 2 kunda birla do'konimga keladigan bo'ldi. Biz gerçi qiynalni kelin munosabatida bo'lolmasaqmi, biroq nihoyat yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. U ko'p o'qigan, ko'pni ko'rgan ziyoli ayol edi. Uning bilan paranglashishga qavatli amroq edim. Do'konga kirgan xaridorlar ba'zida mundoq ko'rib qo'yib, so'rab, tutib, purab beqib, ozroq maqtab qo'yib olmay chiqib ketadi. Ammo qachonki bu do'stim do'konda bor shunda xaridorlar kirib qolsa, bir ikki og'iz gap qilib qo'ydilar. Gul og'zi yo'q xaridorlarmi cho'qimli bir ikki tashtak olmay qo'ymaydi. Rayhon appay bugun o'zining yana bir hikoyasini boshladi. Bizning odamni siz ko'rib boqmadingiz-a, texi? Yo'qay, ko'rib boqmadim, dedim men. U har qatim yo'ldoshining gapini qilganda baxtdan jilmayib ketadi. Hozirmi yana shundoq illiq tabassum bilan so'zini davom qildi. U jahonda barligi eskilikning hammani qilib boqqan odam. Yosh chig'ida osmonga pichoq otadigan bo'lib ekan-to'q. Men bizning nahiyaning bir guli edim. Hozir qo'riqlar tushib, boshda chashmaqan mig'ildi mana. U shundoq deb cheksidik chechini silab qo'ydi. Meni qayerda ko'rgandikin tang, ishqilib bir ko'ribda ichiga o't tushibdimish. Shuning bilan har tarafdan surishtirib yurib, oilamdagilarni tepib, cho'nglarga deb elchi kirgizibdi. Men hech nimani uqmayman-da. U chaqda shu ta'tilda qaytib kelgan vaqtimdi. Uydagilar u bolaning bizning nohiyada emas, qo'shni nahiya, oblastlardan xeyli nomi bor lükchak deb anglab, qo'rqqanidan qizimiz tek kichik, yana o'qishi bor deganni bahona qilib elchini qaytarib etibdi. Men maktabga qaytib kelgandan keyin u lükchak tuyuqsiz shu men o'qiydigan shaharda paydo bo'lib qoldi. Oram kunlari ko'chalarga chiqolmayman. U gerçi menga hech qanday adabsizlik qilib boqmagan bo'lsa-mu, ish qilib ko'rsamni qo'rqib qochatdim. O chaqlarda maktabimizda doim tangs kechiligi o'tkazatdik. Mening chiroyli bir qizil botinkam bo'ladigan. Dal shuning rangida belimga naqla tushadigan, o'yimi yaqliq, mo'risida ko'p turmisi bor, keng etaklik, uzunliq tizimdan oshadigan ko'ynakimni kiyib, bo'ynimga dal mushundoq yog'liqni sharp qilib chigib kirdim. Chechim tabiiy budur bo'g'ashqa qo'yvassam bek chiroyli chiqatdi. U kunimi avvalgideklar yigitlar birisi qo'ysa birisi kelib tansiq taklif qilib turdi. Men ko'nglim tatgan bir savodishim bilan o'ynab boshqalarni rad qilib etdim. Kim bilsin, u lükchak qanday qilib kirib oldi ekan. Men qizlar bilan kulishib, paranglashib o'tirib, u kelib tansiq tarsa chiroyig'imni qarab sanmasdan rad qilib etibdim. Uning bilan tangli kelib tansiq tatgan savodishimga qo'limni, baginimni bilaman. Shu hamon qaras, qurus, tarang, turang boshlanib ketmasmi? Voy onamay. Shu yerda urishib ketdimi? Men hikoyaning ichiga kirib ketgan edim. Xuddi Rayhon appayning yinidagi bir do'stidek.
naq maydondagi ishlarni ko'rib turgandek hayajonlanib ketdim. Voy gapini qilmang. Qizlar chayqirishib, bir-birimizni quchoqlab pomdaqlashib ketdik. Qochadiganlar qechib, qo'rqib midirlay olmaydiganlar joyimizda tugilib qoldik. Bir chaqda soqchilar yugurishib ketdi. Lekin heliqi bolaning nerdan qandoq qilib qochib ketganini bilmadik danga. Men bir qancha qo'l tansi o'ynagan saboqdishimdan qopiqqa yerilib, puti qandoqdir bir tig'liq asbob bilan tilingan holda qonga milinib yotidi. Ertasidan boshlab maktabdagi o'g'illar mendan qochadigan bo'lib qoldi. Sinfdami o'g'il saboqdoshlarimga gap qilsam, so'g'uqli javob berib qo'yib, o'ltirish qismi meni oraga olmas bo'lib oldi. Hafta o'tmay bir yashik topshirib oldim. Shu bola menga mevcheva degandek yemeklarni kirgizibdi ekan. İçide bir parça xatmi bor ekan. Pochirkisi shundoq chiroyli tanga. Mushimi bir o'g'il bolaning yozgan xatimidi deb qog'idaklar. Voyo, xatda nim debdi? U xat hozirmi bor? Uyda saqlab qo'ydim. Xatda u meni yaxshi ko'rib qolganligini, hamma odamdan qizg'indiganligini, toki men maktab bitirgich saqlaydiganligini yozibdi. Cevap qaytırdыңızmı andın? Vay yoqay, 2 oygacha yana necha parcha xat kirgizdi. Lekin orada tasaddubiy bir ahvolda uning bizning maktabning darvozasi oldida bizdan 1 yillik tuvan o'qiydigan bir qiz bola bilan turganini ko'rib qoldim. Lükçek zodi lükçekligini qiladi-da, menimi qo'g'lishib, boshqalarni qo'g'lishib deb o'ylab, ochig'im kelib qoldi. Qiz bola degan qiziq bo'ladi ekanmiz. Özümüz rad qilib etimiz yo yana boshqa qizlarni qo'g'lishiga chidamaymiz. Voyay, rost deysizmi? Andinchi qandaq bo'ldi? Shu menga davomli xat to'shib beradigan qiz shuga. U qiz oldimga kelganda tutib olib so'rdim. Tex oksingil chiqib qolsa bo'ladi da. Shundoq qilib bu qiz ikkimiz chiqishib qoldik. Aslida u bola to'liqni Sanglisi to'liqsizni puturgan yili otamiz ko'mir gazdan zaharlanib tangli ketib qopti ekan. Shu aksi oliy maktabga o'tgan bo'lsa-mu o'qimay, sirtda ishlab yurib singlisini o'qitib yetibdi. Bu qalaymaqan jamiyatda singlisini qo'g'dash uchun eski lukcha qiyofati kirib olgan ekan. Keyin bilsam, u faqat singlisini emas, balki nurg'un qizlarni qo'g'dab qutqizib qopti ekan. Va, nimda ta'sirlik? Onun qo'shildingizmi? Qo'shilmadim, shart qo'ydim. Ashu deganimdek qilolsa qo'shildiganligimni aytdim. Qandoq shart? Shu o'zi yoqtiradigan biror hunar kasbini tutib o'rganishni, jamiyat o'ynashdan voz kechishni talab qilib javob xat yozdim. Bir hafta o'tib yana xat kirgizibdi. Jamiyatdan qo'limni pop-pokiz yuyvatdim. Po'lat temir zavodiga tizimlatib qo'ydim deb. Uning dal musha kaskinligi meni bak qoyil qildi. Shuning bilan xat yozishib yurib qolgan bo'ldik. Men o'qish bitirgan yili o yarim yillik maoshiga burun yiqqanlarini qo'shib degidek to'yliq akardi. Bizning uydagilarmi loyiqada chiqarib berdi meni. To'yimiz nihoyat oddiy bo'ldi. Uning og'inlarining jihligida bir-biridan esilligiga hayron qoldim. Har yerlardan kelgan og'inlari uning yetimligini chandurmaymiz, to'yini qizitib beramiz deb bek kuchidi. Shu chog'da yana bir qitim so'yinib ketdim. O hikoyasini mushiyada o'zib qo'yib, mo'ramga qo'lini qo'yib dedi. Bir er kishiga qandoqligiga baho bermoqchi bo'lsangiz, avval uning aralashgan do'stlarga, og'inlarga qarang. Og'inlari esil bo'lsa, u boladami cho'ng masala bo'lmaydi ukam. O'g'il bola o'qishdan sir jahonni ko'rish kerak. Jamiyatni tushunish kerak. Bumuz o menga cho'ng bo'lmaydi. Men javoban boshlang'ishdim.
Uning bu so'zlarini yezib olish uchun darhol yenimdan ayirmaydigan qalam daftarimni qo'limga oldim. U kulib ketib, birdan to'xtab, men yezib bo'lgandan keyin so'zini davomlashtirdi. "Ha, yezib eling bo'pti. Keyin asar yezib qolsangiz lozimi bo'ladi. Biz beshimizdan o'tganni so'zlaymiz. Nurg'un gaplar sizlar o'qigan kitoblarda yo'q. Ha, xo'sh. Bu bizning odamning shu alog'inlari ta hozirgacha izdishidi. Janubdan shimolgacha hamma shahar nahiya, tog'liq yeza, hammasida degidek her millatni tunishtirib bu odamni. Kishi pulni topalishi, puldan bekrak 100 topalishi kerak. Pul bo'lsa 100 topalaydi deb qaraydi hozir balla. Undaq emas. Biz yangi to'y qilgan vaqtlarda pulimiz yo'qdi. Lekin hech qachon oshqib boqmadik. Ya biror narsamiz kam bo'lib boqmadi. Nega bo'lsak bo'yin qisib qolmaymiz. Qo'limizning qisqaligi o'zimizga ayon bo'lgan bilan tilimiz hech qachon qisqa bo'lib boqmadi. Chunki bizning bu odam haqiqatan bir erkakdek erdanga. Voyay, nemishqa ishga o'g'il tug'magan bo'g'aytangiz Rayhon oppa? Mendan kichik bo'lsa-mu tegi beratdim-jumu. Sizlarning o'g'linglar bo'lsa, cho'qim dodistak er bo'ladi. Sizning tarbiyalaringizda yaxshi odam bo'ladi-da, esit. Dedim Rayhon oppaga erkalab. Voy tatlı qizim, oltin qizim. Sizning baxtingiz echiladi. Sizga mi shundoq erkak uchraydi? Ish qilib, men to'y qilib, mana hozirgacha iqtisoddan g'am yeb, yoki turba anda bo'lib qoldi, ishik manda bo'lib qoldi, hojatxonning suyi tushmadi deb qoqshab boqmadim. Men undaq fursatlarni bermay, nima buzilsa shuni o'ngshab, bo'shab qolganni chingitib keldi. Bu uyning barliq eg'ir yuki shu erning zimmasida. Erning holiga yetish, ko'nglini elish, Adıqını chiqarish mening zimmamda. Men ko'zimni parqirtib, uning gapining davomiga qiziqib o'tirdim. U tamoq atganda moychachirab, ushshaq sapkundek dog' bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo nozik ko'rinadigan barmoqlari bilan ko'zaynikini ko'tarib, enhakini silab qo'ydi. Amaliyotda erning ko'nglini elish, holiga yetish, Adıqını chiqarish deganim dal o'zimni yaxshi kutganim. Kitob o'qib, gul beqib, o'zimni yanglab turganim. Er kishi jamiyatda har xil odamlar bilan aloqa qiladi. Har xil sohadagi kishilar qiziqib boqadi, aralashadi. Uyga kelib, sirtda yuz bergan ba'zi ishlarni menga deb bergisi keladi. Bilmay hongviqib o'ltasam, yoki tog'dan gap qilsa, bog'dan gap so'rasam, ikkinchi menga demas bo'ladi. Shuni deb bersam, baribir tushunmaysan-ku degizmaslik uchun to'xtamay o'ginaman. Umi men uchun shundoq o'ginadi. Biz gulni baslashib beqiyapmiz. Hozir tepilmaydigan gullarni izlab tepish uchun bir-birimizga topshiriq berishgan edik. Yiliq kunidagi gulni u menga topshirgan. Sizdan tepib oldim. Hey, bir odam uchun o'zgarish tasdiqmi? Lekin ikkalanglar bir-biringlar uchun o'zgaribsizlar, ha? O'zgarishlar emas, moslashish, ko'nish deymiz. Yaxshi erlarni, yaxshi ayollarni qilib qisilib yosivog'li bo'lmaydi ekan, qarang. Bo'lmagan joylarini o'zgartib bo'lmaydigan ishlarda o'zaro moslashib, ko'nish, shumi muhabbat, shumi mas'uliyatda. Yoshlarning o'zgarmayman, moslashmayman, men qandoq bo'lsam shunday holatimni yaxshi ko'rishim kerak deyishi bir shaxsiyatchilik u. Har bir odamning o'ziga tushli xarakteri bo'ladi. Lekin o'zaro moslashish bo'lmasa, hozirgidek qisqa vaqtda qiziqish bilan to'y qilib, o'zbeshimchilik bilan ajrashib ketadiganlar jixlab ketadi. Odatda urushibmi qolamsizlar? Voy,
Öy deganda anda-munda gap talashishlar, qiydashlar bo'p turdi-da. Lekin men bir qitim uning surhaybisini sundirish uchun urinib boqmadim. Gerçi mening to'g'ri, uni u xato tushunib qilib menga xafa bo'lib ketgan bo'lsa-mu, shu hamon ma'qul men diqqat qilay deb jim turib olaman. Keynidan uning ochchig'i yonganda asosan shu kashik tamoq vaqtida chiroyli o'ltirib tushundirman. Menga uval qiladiganligini deb birla yig'layman-da, ko'ngli erib ketib, u mendan kechirim so'raydi. Qancha qattiq urishib ketsakmi, kashkirga cho'qim yarashib qolamiz. Ya men kechirim so'rayman, ya u kechirim so'raydi. Hey, turmush shundoq o'tadi ekan. Qiyirib ketyapmiz. Lekin hayotga, bir-birimiz bilan o'tgan bu kunlarga to'ymayapmiz. Qiymayapmiz singli. Paranimiz mush yerga kelganda, xuddi endi men maydonga chiqadigan vaqt bo'ldi degandek. Bugungi bosh qahramonimiz Rayhon opayning odami, ya'ni haqiqiy erkak bo'yi, qopqi turik holatda do'kon oldida paydo bo'ldi. Uning qo'pol ovozi anglandi. "Ey, sen yana birdan o'ltiramsan ya mang'amsan?" Mana, bizning parangimiz tugab qoldi. Qo'sqingiz ichib ketdimi? Hozirda berib uyg'ir salay-a. Yaxshimi dada, do'konga kirib bir piyol choy ichib ondan. Men tilimni chaynab gap qilib bo'lguncha, buvay gilini bir qiribla meni ujuqtirib qo'ydi. Bo'ldi. Bo'la, ey. Buvay yenish-yenishlab do'kon ichiga qarab qo'ygan bilan bo'sog'idan otlamay sirtili turaverdi. Men qo'rqimsirab Rayhon opayga pichirladim. Rostbek surib ekan-ku. Hey, ifka. Ayol kishini aymandirdig'ini, dal shu kishining suri. Rayhon opay shundoq deginicha ushaq qadam elib do'kondan chiqdi. U nozik bir harakat bilan yo'ldishini qo'ltiqlig'icha uzab ketdi. Kichik vaqtimda men qo'rqadigan do'stimning dadasimi hozir mushundoq qayragandimi? Uning opasimi, qerisimi yo'ldishining oldida kichik qizlardek nozik yurgandimi? Ko'nglimdan shu o'ylar kechdi-da, vujudimni bir xil illiq sezim chirmib oldi. Seherdeki koyaş sen yüzün, yoramaydı onlarınsız könlüm. Sana teşnazının zümrümün goya, hiç olmaydı sensiz hiç gülüm. Sana teşnazımın zümrümün goya, hiç olmaydı sensiz hiç gülüm. Vücudumda dahi
sadakat üçün seni мәңгі kütken Sen hayatım, sen benim baktım. Sen hayatım, sen benim baktım. Sen benim baktım. Yürekleştim bağlangan sana. Bir sen için varlığım takdir. Yürekleştim bağlangan sana. Bir sen için varlığım taktım. Bir sen için varlığım